tuxumni chaqib mana shunaqa aralashtirib olamiz. Rost o'ylayapsizlarmi, bu qiz mayli tuxumni ketkazar, hidini qanaqa ketkazadi deb, lekin qizlar 1 minutga qolmay, именно ribakning pilososlari bilan bitta urinishda uni hidini ham qizlar ko'rayotganinglardek tuxum chaqilganini ham yo'q qildi. Gilamni qaranglar, qanaqa zo'r qolib qolganini qizlar. To'g'risi bu pilosos olganimga afsuslamadim. Zo'rda qaranglar, bittada gilaminiga nima to'kilib ketishidan qat'iy nazar bittada shunaqa zo'r yuvib, bachog'larga yig'ib beradi. Bachog'ni keyin shunda yuvib qo'yasizlar, bo'ldi. Gilam yuvaman deb o'tirmaysizlar. Endi toza suv olib qizlar gilamni o'zini pilosos qilamiz. Bu gilamdagi changlarni yig'ib berib, qizlar polni gilamlarni shunaqa oq qo'yadi. Gilamni polni shu oddiy pilososli gilamni tegidagi changlarni ko'tarmaydi. Bu prям gilamni tegidagi chang, gilamdagi polni changlarni yig'adi. Mana hozir yarimta joyi qilganimizdan o'zida qaranglar, qanaqa ko'p musor chiqdi qizlar. Biz ko'p joy qilmadik, ko'rayotganinglardek bitta joy o'zini qildik xolos. Endi bu narsasi qizlar islarni odam qo'li kirmaydigan, yetib bormaydigan joylarni shunaqa changlarini olib tozalab beradi. Ishoninglar, keyin plyunkaslarni artish ham hojati yo'q. Mana mana shunaqa narsasi ham bor. Bu patologlarni, aboylarni qizlar qirmasdan changlarini tozalab beradi. Shunaqa funksiyalari ko'p. Hozir joynamoz ham qilamiz sizlar bilan. Joynamozimiz yuvilgan edi. Mana hozir necha sekund qilganimizdan keyin rezultatni ko'rasizlar. Даже namoz o'qiyotganimizda ham qizlar bunaqa changlar to'g'risi bizani zaharlaydi. O'shaning uchun обязательно ribakning firmani uylarga chaqiringlar. Bitta obzor qildiringlar. Ishoninglar, sразу yaxshi ko'rib qolasizlar. Bular 12 ta viloyatga ham borib obzor qilib berishadi, polni ko'rsatib berishadi. Tekinga borishadi qizlar. Borib obzor qilishdan pul, yo'lkalarga ham pul olishmaydi. O'shaning uchun obzor qildirsanglar bo'ladi. Bunda muddatli to'lov bor, 16 oyga bo'lib to'lash xizmati bor qizlar, hech qanaqa foiz tug'maydi. Shuning uchun bitta bo'lsa ham uyga chaqiringlar. Mana joynamozimizdan yuvib bo'ldik. Mana oxirida qaranglar qizlar suvi. Men bunaqasini ko'rmaganman. Bitta bo'lsa ham qizlar olib ko'rishinglar.